Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, sizlarga mana bitta Brabus yuragini ko'rsatib o'tmoqchimiz. Brabus Power Extra. Bu S klassimiz 223 polniy Brabus tarafdan tuning qilingan mashina. O'zi 23-yil 8000 masofa bosib o'tgan, 580 motor o'zi aslida bu. İçlari ham, interyerlarini ham u yoqda ko'rsanglar, endi oranjoy sochni oranjoy rangidan qilingan ekan. Interyerlari ham o'zgargan. Sky Lounge, endi bizda qanaqa bo'lsa Sky Lounge звездное небо qilingan ekan bu mashinada. Tayyor mashina turibdi, polniy Brabus qilingan, 23-yil 8000 masofa bosib o'tgan. Kimga qiziq bo'lsa kelinglar, narxini 165 ming deyapmiz. Yana kelishtirib beradigan joylarimiz bor. Va yana bitta mashinani ko'rsatib o'tmoqchimiz. O'tgan safar mana M3 kelishi bilan zaklad berildi bu mashinaga. Afsus, zakladimiz berilgan, u qilingan savdamiz oxiriga yetmadi. Lekin ko'pchiligi bu naruku deb o'ylayman, ko'pchilik so'rashyapti, mabodo aytasizlar deb. Mana sirazu qo'yamiz. M3 Competition Grand Touring narxi 117 ming. Kelinglar, ko'ringlar, karbon hamma narsasi bor. Ulgurib qolinglar. Ma'lumot uchun aloqaga chiqinglar, e'tibor uchun rahmat.